Faqat motori butun qolgan. Akalar, buni qaranglar, mashinamiz yonib ketgan holatda-yu. Hamma joyi yongan, faqat mordasi butun. Qaranglar, mashina urilmagan, hech narsa qilmagan, gaz balloni ham portlamagan. Ayrim bir sabablarga ko'ra mashina uy sharoitida mo'yka qilinib yuvilayotgan holatida plisosdan zamikanya, plis qanaqadir nimadir bo'lib, mashinamizning saloni yonib, orqa tomonlari yonib ketgan. Ko'rsanglar bo'ladi, butun joyini o'zi qolmagan. Salonda hech narsa qolmagan. 4 tala eshigi ham, orqalari ham, bagajlari ham yaxshilikka gazi bor, propan. Lekin o'sha propanning ichida gazi bo'lmagan. Shuni hisobiga balki portlamagandir. Portlamagani ham yaxshi bo'lgan. Orqa bagaj ichini ko'rsanglar bo'ladi. Orqa bagaj ichida gilamlarigacha hamma narsalar yonib ketgan. Tugagan qarochi. Endi bu narsa hech kim boshiga tushmasin. Egalari murojaat qildilar Surxondaryodan, bizga bog'landilar internet tarmog'idan. Shunaqa mashinamiz bor, Cobalt'imiz yonib ketdi, shunaqa baxtsiz hodisa bo'lib qoldi dedilar. Murojaat qildilar, borib ko'rdik-da, mashinani sotib oldik. Egalari o'ylabdilar, bo'ldi bu metalom hech kimga kerak emas deb. Bunaqa mashinalar bizga kerak, akalar. Bu kul bo'lgani bilan, lekin pul bo'ladi. Bemalol murojaat qilasizlar, shunaqa yonib ketgan, urilgan mashinalar bo'lsa, telefon nomerimiz pastda bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Mabodo sizlarni avariyli mashinalar bo'lsa, avvalo bo'lmasin, Xudo ko'rsatmasin, bizga ishinglar ham tushmasin. Kim qancha qilish